Assalamu alaikum va rahmatullahi va barakatuh. Qadrli Facebook va YouTube kanalına barliq ijtimoiy tor aloqa vositalarida pidayda ekranni ko'rayotgan qarindoshlar. Biz Qur'onni nazar programmamizniki 72. soniga keldik. Ustoz Kerim Zoir efendim Angliyadan, Londondan, ben İstanbul'dan bu programı katılışıyordunuz. Hidayet kardeşimiz Gollandiya'dan sahne nazarlarında arka sopana. Şurada kalıp 72. sene geldik elhamdülillah. Selamun aleyküm ustazlar, hemen yakıştırdım. Şimdi bugünkü temimiz iman, itikat ve müstakillik. Bunun da kısaca bir düşündürüşte de İman, itikat ve müstakillik. Müstakillik her bir şerqi Türkistanlıkның nazarida hemmedən ünümlük zürriyettir. Şundaqla iman ve itikat mu her narsadan a'la ve muhimdir. Reallik bizga şundaq deydi ki, vatanni tajovuzchilarning mustamlikasidan qutuldirish, millatni ummat haqiqining qo'lliqidan qutuldirish ve bir-biridan muhim ve ciddiydir. Biz üçün vatanni mustaqil qilish bilan millatni hur qilishning har ikkilisi ulug' vazifalardir. Bundaqda iymon e'tiqodning mustaqillik turishi bilan bo'lgan munosabati qanday? İman ve e'tiqod zodi qanday bir uqum? Ummat degancha nima uchun bizdek bir qavm imon e'tiqod nomidan ummat buzuqining qurboniga aylanib ketdi? Bu ümmet markası zade kimden faydasıga yardı, yaravatıdı. Müstemlikinin qutuluş ve müstakillik yolunda iziniş kılayotgan bizlerge iman itiqad esqatqandı. Qanday qilganda iman itiqadın ünümlük menfaatlanadiğimiz qatorliq savollar mana bizning bu 72. Qur'onning nazar programmamizdagi savollar qatorida mushu temada Ustoz Kerim Zoir efendi bilen Kur'an'dan nazar taşlayımız. Kılma rahmet ustaz. Assalamu alaikum. Dünyana kaç aylık hürmetli kardeşler. Hem Allah'ın şu vakti hayırlı olsun. Kardeşimiz Abdülaziz degendik. Hazır bu Kur'an nazar programındaki 72. sahne iman, itikat ve müstakillik mevzusu da kardeşimiz bir sual düşünce asılık neme oturup koygan oldu. Hem iman, itikat sahasında biz ötken sallarımızda hareken kuşada toxtalgandık. Bu jarayonda asasen İslam itikadı, İslamda öz işinişlik değişik bolgan, yani İslamның talaplarga asasen işinişlik değişik bolgan narsalar ustida hareken kuşada toxtaldık ve başka sahadaki iman münasebetlik başka sahaga az vaqt ajratgandik. Hem bugün yana iman, itiqad ve müstakillik, yani iman ve itiqadniki müstakillikle bolgan münasebeti. Bir adam iman etse, imanı itiqad qilsa, o adam müstakillik uchun kurash qilish vazifasi olan bo'lmaydi. Ya bo'lmaydi. Bu iman, itiqad, İslam diniga ishonish va hokazo bu ishlarning o'zi bu müstakillik bilan o'zi Alloh yo'q ishlarmi? Yoki müstakillik to'sqinlik qilgan ishlarmi? Bu sohaga munosabatli holatda bir javob berildi. İman ishonish, qasam qilish, xotirjam degan ma'nolarni ifodalaydi. Biz shu imonning bobidami buni keng ko'lamda degandik. Endi
iymon kelimasiniki Qur'onda kelgan iymon kelimasini asosan tarjima qilganlar ishonish, ya'ni shu Allohga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, oxiratga ishonish, malaikalarga ishonish, kitoblarga ishonish degan shu 5 ishonishni asos qilib so'zlaydi. Asosan dinga ishonish, umuman aytganda dinga ishonish maqsadida tarjima qildi. Shuning uchun bu Qur'ondagi nurg'un ish-harakatlarning o'zidami shu ish-harakatlar sohasidagi ishonish kelimasi kelgan vaqtidami uni shu iymon bilan munosabatli qilib shunday o'zi ma'ni etadi. Aytganligi uchun bu yerdagi ishonishdagi nuqtaliq o'zi maqsad boshqaga burilibmi ketadi ba'zi vaqtida. Shuning uchun bu yerdagi ishonishniki boshqa turlari bormi yoki bo'lmaydi, iymon ya'ni Qur'on iborat Allohning kitobi yana islomga ishonish bilan bizniki mustaqillik ishimiz orasidagi o'zi munosabatda bir o'zi qarama-qarshilik yoki hech qanday aloqasi yo'q bir ishlar bormi degandek bunda bir savol tushdi. Nurg'un odamlar o musulmon bo'lish o bizniki mustaqilligimiz bilan hech qanday aloqasi yo'q degandek mazmundan tushunib olgan. Shuning uchun bu shu o'zi mavzuni bugun shu suhbatning o'zini to'g'rilashtirishimizdagi maqsadning biri shu ikki orasidagi munosabatni xalqimizga bir kuchimizni yetishicha tushuntirish. Qur'oni Karimda nurg'un yerlarda misol iymon kelimasidan keyin sadoqat kelimasi keladi. Sadoqat kelimasi kelgan vaqtida iymoniga sodiq bo'lish, ya'ni ishongan narsaga sodiq bo'lish ma'nosida ishlatiladi. Misol Estağfirullah Sura Baqara 41 oyatida وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Müşahiyetin özümü ben tushungan narsaga ishoninglar. Musaddiqan uni tasdiqlagan asosda deb o'zi uni g'ayriz ishonmaydigan odamlarga birinchi qilmanglar meni oyatlarimni kishilarga pullik sotmanglar degan maqsadda mushayatni shuni bayon qiladi. Bu yerki amanu kelimasiniki oxirida musaddiqan kelimasi keladi. Nurg'un musaddiqan deb keladi. Yani bu o'zi nimani bildirsa, har odam bir narsaga ishongandan keyin uningga o'zining sadoqatini bildirish bu nihoyatda muhim o'ringa egalladi. Sadoqat asosan e'tiqod bilan munosabatli bo'ladi. E'tiqod bog'lanish degan ma'noni bildirdi, iymon ishonish degan ma'noni bildirdi. Ishongan narsaga chin bog'lanib, shu ishongan narsa bizni qamrashga bo'lsa şu işqa sadoqatmanlik bilan menish, uni sadoqatmanlik bilan samimiylik bilan ijro qilish bu nihoyatda muhim o'rin egallaydi. Shunga o'zi bir narsani bilish, bir narsani o'rganish yoki bir narsaniki ahli bo'lish bu bir masala. Lekin uning bo'lgan samimiyat, mas'uliyat uningdan o'zi ustun o'rin turadi. Har qanday narsa bilib qo'yish kifoya qilmaydi. Bilib qo'ygandan keyin uni samimiyat bilan, mas'uliyat bilan uni ijro qilish, to'g'ri shaklda ijro qilish u nihoyatda o'zi muhim o'ringa egallaydi. Shuning uchun Qur'oni Karim har qanday iymonlik oqisida sadoqatni, uning bo'lgan sadoqatni, samimiyatni va ba'zida ixlos kelimasi keladi. Nihoyat xolis holatda onun karşısında hiç qanday bir narsaning o'zini tama qilmasdan. Yani men bu yaxshilik qilaman, uning badaliga cho'qim Alloh taolo menga jannatni berishi lozim. Yoki men jahannamdan qutuldirishi lozim. Yoki qat'iy men undan rozi bo'lishi lozim degan umidi bo'lmasdan, uni haqiqiy insonlik nuqtasi turib, men bu yaxshi bir haqiqiy inson bo'lgan bo'lsam, men buni qilishim kerak degan nuqtada turib qilishning o'zini Qur'oni Karim bizga
ta'kidlaydi. Qur'onda yana bundaq sohadagi oyatlar nihoyat ko'p. Yani iman kelimesi mesela asasen bu Kur'an'daki iman kelimesi bay degenge o'xshash shu 5 narsaga ama ahli va jamoaning dinida 6 narsaga ishonishni asos qiladi. Qur'on 5 narsaga ishonishni asos qildi asosan. Bu qodiya vaqtida Sura Baqara'ning 285-oyatida amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi vel mu'minun kullun amana billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ve qalu sami'na ve ata'na ghufranak rabbana ve ileykel masir degan ayatning o'zimi Allah'a, malaiklarga, kitoblarga, Allah'ın elçileriga ishonish ve ularning hech birsiga ayrimchilik qilmaslikni buyuradi. Qur'oni Karimdagi ishonish bundan qol. Yani hech bir payg'ambar payg'ambardan yuqori bir kitob, yani bir kitobni o'zi mukammal deydigan bundaq holatda ishonishni Qur'oni Karim cheklaydi. Qur'ondagi bu iymon nimasi mushtaqqanli. Yana Sura Baqara'dagi 25-oyatida "Beşşirellezine amenu ve amilus salihati enne lehum cennetin tecri min tahtiha'l enhar" degan mush oyatning o'zidimi iymon keltirganlarniki bir odam iymon bir narsaga ishonib qo'yish yetamdi degan vaqtda ishonib qo'yishniki yetmaydiganligini. O ishongandan keyin u ishongan narsani amaliyotda yaxshi ish bilan namoyanda qilgandan keyin u iymon bir ishga yaragan bo'lganligini Qur'oni Karim bizga bayon qildi. Yani bir odamniki Allah'a, malaikalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga ishonib qo'yishi u bir masala. Uningga sadoqatman, sodiq bo'lishi u nihoyatda muhim yana ikkinchi bir masala. Sodiq bo'lish yani shu ishongan narsani amaliyotda yaxshi ish bilan ifodalash masalasi. Bunu ifodalagan vaqtda u odam u odamning ishonganligi rost bo'ladi degan gap. Yani bu yuqorqi shu ishonchi hamda bu iymon kelimasidagi ishonish ma'nosiga asosan nurg'un oyatlar var. Oyat Baqara 3 ta oyat keltirib qo'ydim. Bu faqatla musulmonlarniki islom doirasidagi narsaga ishonishni ko'rsatadi. İslam dairesinde yani İslam ko'rsatgan doirada ishonish tegishli bo'lgan narsa bu 5 narsaga ishonish ve onundaki narsalarni yani buyruqlarni ijro qilish samimiyat bilan o islom doirasidagi ishonish ve amal qilish bu hisoblanadi. Yani hozir bu masaladagi ikkinchisi e'tiqod. E'tiqod boy deganga o'xshash bog'lanish degan ma'noni bildirdi. Bog'lanish deganing o'zi bir narsaga ishongandan keyin u narsaga o'zini bog'lash, yani u narsaga o'zi samimiy bo'lish, shunga o'zini bildirdi. Her qanday inson o'zi ishongan, o'zi qilmoqchi bo'lgan narsalarga bog'lanish va uning sadoqat bilan bo'lish va uning mas'uliyat tuyg'usi bilan o'zi harakat qilish bu odamning haqiqiy e'tiqodi shu ish bo'lgan e'tiqodning samimiyligini ko'rsatadi. Qur'onda bir qancha oyat bor, ammo Sura Baqara'dagi 89-oyatida la yu'axizukumullohu billahi fi aymanikum walakin yu'axizukum bima aqadtum ayman degan oyatning o'zi deydi Alloh taolo. Ve qasam to'g'riliq bayon qiladi. Bu turk tilida nadijiq vallahi billahi degan nadijiq qasam qilgan ishlar var. Bu qasamdagi ondaq og'izdan odat qilgan qasamga Alloh taolo hisob olmaydiganligini, lekin haqiqatdan ayman bunga haqiqiy bog'lanib turib, shu narsa rost shu deb xalqlarning o'zini ishontirish uchun qilgan o'zi haqiqiy o'zi ishontirish uchun qilgan bundaq o'zi asas qilgan bundaq o'zi nemasiga qasamga tushadigan vaqtida qasamni Alloh taolo qiyomat kuni hisob kitobida degan gap. Demak, bu yerda bir narsaga bog'lanish va uni amaliyotda uni bir narsa chiqarish uchun uni o'zi harakat qilish bu odamniki e'tiqodliq, yani shu ishga bo'lgan e'tiqodni ko'rsatadi. Yani bizde İslam e'tiqodi deb qaraymiz. İslam e'tiqodi deganning o'zi islomga ishongan odam o'zini shu islomning prinsiplariga bog'lashni ko'rsatadi. Yani islom dinida ko'rsatilgan prinsiplarga o'zini bog'lab, shu o'zi prinsip asosida harakat qilish.
buni o'zi e'tiqod deb ataydi Qur'on. Shuning uchun bir narsaga ishlash masalasi bir o'zi nihoyatda o'ng'ay bir masala, ammo uningga e'tiqod qilish, unga sadoqatmandlik bildirish, uni xolis niyat qilish, samimiylik bildirish va eng oxirgi mas'uliyat tuyg'usi bilan harakat qilish bu nihoyatda o'zi muhim ekanligini Qur'on bayon qildi. Bu mas'uliyat sohasida Alloh taolo Qur'oni Karimda nurg'un yerda bayon qildi. Masalan, "Summa tus'aluna yawmizin anin na'im" degan oyatning o'zida har qanday inson o'ziga berilgan ne'matga mas'uliyat tuyg'usi bilan o'zi harakat qilishni, shu o'z ne'matga bo'lgan o'zi ne'matni, ya'ni Alloh taolo qiyomat kuni u odamni shunday so'raydiganligini, buning o'z ne'mat bildirsa inson har bir Alloh taolo bergan ne'matdan o'zini so'roqqa tortib turib, men shuning barobarga qanday ishlarni qildim deb o'zida bir mas'uliyat tuyg'usi his qilishni Alloh taolo Qur'onda oyat, unga o'xshash nurli oyatlar bor, shunda bayon qiladi. U nima degan vaqtda inson har kunlik haqiqatan qilgan ishida o'zini to'g'ri ish qilgan yo xato ish qilganligini bir qatim hisobga tortish, u bir o'zi yaxshi bir ish ekanligini. Agar hisob tortmasa odam u xato kirib ketganligini, oxirsida o'zi qutlanmaydigan bir xato bir yo'lga berib qolganligini Qur'on nurli yerda bayon qildi. Yani demek nima degan vaqtda har bir inson har bir qadamda, har bir ish harakatlarida o'zini mas'uliyatchan o'zi tutish, nihoyatda mas'uliyat tuyg'usi yuqori bo'lish, u har qanday bir ish bo'lishini qat'iy nazar u ishning o'zini shu o'z loyiqida mukammal holatda qilishga kirishish, bu o'zi mas'uliyat tuyg'usi insonlarda ifodalanadigan bir narsa. Shuning uchun u Qur'on mas'uliyatni nihoyatda yana yuqori o'rinda qo'ydi. Endi uchinchisi nima deyapti? Uchinchisi bu mavzuniki bu uchinchisi mustaqillik. Mustaqillik degan so'zning o'zimi o'ziga o'zi xo'ja bo'lish deganlik bo'lib, u bir territoriyada yashaydigan insonlarniki o'rtaq nishon ostida birga kelib, shu o'rtaq nishonda bir-biri bilan hamkorlashib, bir fikr bilan, bir nishon bilan bir yerda o'zi mustaqil yashashni o'zini bildirdi. Bir o'zi to'plum asosan deyilyapti. Bo'lmasa har bir insonniki o'zining mustaqil fikri, mustaqil ish harakati va mustaqil huquqlari bo'ldi Qur'oni Karimda belgilangan misol. Hozir dunyoda shunday huquqlar bor. Her insan berilgan ayrim o'z huquqlar bo'ldi. Bu narsada har bir inson o'zi mustaqil bo'ldi. Endi Qur'onga asoslangan vaqtda biz payg'ambarlarni misol olsak, payg'ambarlar nima chiqqan insonlar degan vaqtda payg'ambarlar insonlarni ikki dona mustaqillik uchun kurash qilishga chaqirgan insonlar. Birinchisi ideya jihatdagi mustaqillik. Bu nihoyatda muhim bir narsa. İdeya jihatda, e'tiqod jihatda faqat Allohga bog'lanish, Allohning bir bandasi ekanligini, uni ishlashniki nihoyat zarur ekanligini tunish va Allohga ishlashdan iborat shunga bog'lanishning o'zini ko'rsatadi. E'tiqod jihatda hech qanday bir inson, yani bir insondan yuqori emasligi, hammasi Alloh taoloniki yaratgan bir maxluq ekanligi, hech bir millat, yani bir millat emasligi, her bir milletke ve her bir şahsiga Alloh taoloniki ayrim holatda huquqni berganligini bilish, bu o'zi birinchi insonniki ruhiy jihatdagi bir mustaqillikni bildirdi. Yani inson mustahada, yani o'zining ruhiy jihatdagi mustaqilligini birinchi qo'lga keltirishi, bu her bir inson uchun nihoyatda muhim. Uning uchun payg'ambarlarning hammasi birinchi qadamda qilgan ishi nima desa, insoniyatni birinchi qadamda ruhiy mustamlikadan qutqizish. Butlar cho'qindigan yoki insonlar qul bo'lgan mundaq ishlarni qutqizish
faqat Allohning oldida hammasi barobar ekanligini his qildirish bu payg'ambarlarniki birinchi qilgan ishi. İkinci qilgan ishi turgan vaqtda ikkinchi qilgan ishi hamma inson barobar holatda insonlikda o'zining barobarligini his qilish va beraberlik uchun kurash qilish va beraber yashash o'zi bir beraber yaşayotgan bir jamiyatni qo'lga keltirish uchun kurash qilgan. Buni misol qilsak, Musa alayhissalom, Talut, Davud alayhissalom, Muhammed alayhissalomlar mana shuniki misol bo'ladi. Misol Musa alayhissalom o'zining zulmidan Bani Isroilni qutqizib, biz misolga o'xshashli bir odam, sizning hech qanday birimiz kam emas, haqiqatda Alloh taolo bergan haqiqatda hammamiz o'xshash degan o'zi shuar ostida Bani Isroilning o'zini elib, shu Misrdan hozirgi Falastinga qaytib keldi. Keyin Davud alayhissalomniki, ya'ni Talutniki yetakchiligida o Davud alayhissalom bo'lgan, shuning bilan o'zi dushmanni o'zining tuprog'ini qo'g'lab chiqarib, mustaqil o'zi bir davlatni qurdi. Davud alayhissalom shu yerdan davlatdagi birinchi podshosi bo'ldi. Talutdan keyin undan keyin Sulaymon alayhissalom podsho bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom Makkadan Madinaga kelgan chog'da o'zi huquqni o'z tutdi, siyosiy va ijtimoiy diniy huquqlar hammasi Payg'ambar alayhissalomning qo'lida bo'ldi. Ve 10 yıl kurash qilish jarayonida shu yerda mustaqil davlat qurdi. Uningdagi o'zi Makka, Madina va hamma shu Arab yarim orol Nurqiyaning o'zini shu davlatniki bayrog'ining ostiga oldi, hokimiyat ostiga oldi. Bu nima uchun mustaqil deganda har qanday insonniki, har qanday bir to'plikniki o'zi huquqi u to'plikniki o'zi mustaqil bo'lishi bilan kafolatga ega bo'ldi. Yani hiçbir insan ya ki hiç qanday bir millet yana bir tajovuzchi millatning ostida turib o'zi undaqa huquqiy kafolatga ega bo'lmaydi. Uning uchun o mustaqillik dunyoda insonlar uchun berilgan eng o'zi qimmat bir narsa. Uniki birinchi qadamlardan boshlangan vaqtda yuqorida aytganimizdek insonlar ruhiy mustaqillikni birinchi qo'lga keltirish lozim. E'tiqodiy jihatdan mustaqillikni qo'lga keltirish lozim. E'tiqod jihati mustaqil bo'lgan vaqtda biz o'zi Sharq Turkiston xalqining o'zini misol olsak, biz Xitoyning hech qanday o'zi bizning kamligimiz yo'q. Xitoy inson bo'lsa, bizmi inson. Yevropaliklar inson, bizmi inson. Amerikaliklarga o'xshash inson, Xitoyga o'xshash inson. Masalan, dunyodagi insonlar insonlik nuqtasidan o'xshash inson. Bizni Xitoy besvelib, unda qirishiga hech qanday huquqi yo'q. Degan o'zi sohada ruhiy jihatdan bir qatim o'zi ozod bo'lish bu inson uchun nihoyat muhim bir o'rin egallaydi. Agar u insonniki ruhi ozod bo'lmasa, u inson hech bir zaman u mustaqillik uchun harakat qilmaydi. Harakat qilish orzusi bo'lsa, masalan, bizdagi insonlarimizda ko'pchilik shunday narsa bor. Men ona bazavaqna shu nervama tegdi bunday gaplar. Biz mustaqil bo'lsak deb qo'ydi. Esa mustaqil bo'lgan ish yo'q. Mustaqil qilsa vatan degan narsa vatan o'zi mustaqil bo'lib qolmaydi. Uni mustaqil qilgan insonlarning qo'lidagi narsa u. Uni sen mustaqil qilgan chog'da u vatan mustaqil bo'ladi. Agar sen shu mustaqillikka erishsa, uni degan senga barlig'ing, ya'ni sening insoniy huquqing barlig'i zaten kafolatga ega bo'ldi. U yer o'z madaniyating, tiling, yezig'ing, urf-odating, hamma narsang, iffat nomusingni tortib barlig'ing kafolatga ega bo'ldi. Bu mustaqillik bo'lmay turib, hech qanday bir narsa, uniga bir ikki tonni berib qo'ysimi, lekin hech qanday bir narsa kafolatga ega bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda payg'ambarlarning tutgan yo'li nima degan vaqtda birinchi qadamda insoniyatning o'zini ruhiy jihatdan mustaqillikka erishtirish, ozodlikka erishtirish, ruhini ozod qilish. Yani hech bir inson yana bir insonning oldida kam emas deydigan qarta. Ikkinchi qadam ko'rgan vaqtda u to'plam hammasi huquq jihati barobar bir jamiyat qurib, shu yerda o'zi yashash, bu o'zi mustaqil bir davlat bilan kafolatga ega bo'ldi.
Bu vaqtda Sura Ali-İmron'daki 64-oyatida قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون degan mush oyat bunun nihoyatda ochiq dalil bo'laoladi. Ya'ni Allohdan boshqa hech qanday bir narsa insoniyat dunyosida, ya'ni insoniyatning orasida bir insonniki ustun turgan bunday bir narsa bo'lmaydi. İnsanın üstün fakat Allah var. Allah üstün turdu. Onun başka bir insan, yani bir insanın üstün turduğun bundak nasi hiç kandak bir yer diyor. Bu yer Allah Teala insaniyet belgen hukukni mi diye bakmış ayette sevaen beynine ve beynekum. İnsanlar özara okşaş diyen hukukni belgen Allah Teala. Bütün insanlar meyli özü qaysı millet, qaysı özü örfayet kandak rağdaki insanlar buluşluk etmese, insaniyet dünyasındaki barlık insanlar hukukta Allah'ın aldı beraber. Hem de bu müstakillik degenin özü aşu yuqul degen okşaş insanlar özündeki barlık hukuklarını hukuk degen ait keng bir dairədəki нәрсе, bay degen okşaş tili, yezgi, örfü, adeti, medeniyeti iş qılıb, hem nəsə dini etiqadı, hem nəsə çözsə, şunun içi boludu. İqtisadını tartıb, yüz abırlıqçılık, hem nəsə şunun içi boldu. O nəsə qandaq vaqt tuluq qoğduldu degan vaqtda şu milletniki müstakil bir dövleti bolğan vaqtida o nəsə qoğduldu. Müstakil bir dövlet bo'lmay turib, hiçbir zaman bu milletniki hukukları tuluq qo'g'dalmaydi. Yani bir qism narsani bergan taqdirdami, unda xalqi yuqori darajadagi hukukni hiçbir zaman bermaydi. Shuning uchun o yerdagi bu Qur'onda deyotgan narsa nima degan vaqtda bütün insoniyatning o'zini kurash qilishga chaqirib nimaga desa, barobarlik uchun kurash qilishga. Bütün insoniyat dünyada beraber biz hepimiz hiçbir insan yani bir insanın özü yukarı emez ya töven emez dep aş beraberlikten ibaret bu köreş bu şuar için köreş kılışka insaniyet çağırdı Kur'an. Bu yani bir taraftan hazır iman ve itikadniki müstakillik bo'lgan o'zi munosabati mana shunday bo'ldi. Ya'ni iman itikad degani iman insonning o'zini faqat o'z namoz o'qish, ro'za tutish mashg'ul qilmaydi. O'zining butun huquqlarini qo'g'dashga chaqirdi. U qo'g'daydigan narsaga ishonishga va uning sadoqatman bo'lishga, ya'ni o'zining davosiga sodiq bo'lishga va davosiga sahib chiqishga buni chaqirdi iman. Onun için bütün peygamberler örnekler o göründü. O peygamberlerin hemmesi ödese şu tarihinde, şu zamanında bu özü hukuk için, bu özü birlik, beraberlik için köreş ötken. Mesela Kur'an'da imanın özünü Allah Teala imanın özünü halis işiniş, halis işenmezlik. Bunda özü alet koygan. Yani insanlar, hiçbir insanda Allah Teala işini mecburlamagan. Ama beraberlik için köreş kılış, özünün hukukları için köreş kılış diye vaqtda bütün küçüğüden özü hukuku için, beraberlik için köreş kılış için Kur'an-ı Kerim insanlarını özü davet kılgan, çağırgan. Bu yerde imanın yani bir özü nemesi, yani bir özü ma'nisi, yani şu özündeki qilmoqchi bo'lgan ishini bildirdi. Bu yer Qur'ondagi Sura Ali-İmron 139-oyatida va tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin degan bir oyat var. Siz o'zi g'am qilib, qayg'urib o'tirmanglar. Ve entumul a'laun in kuntum mu'minin. Siz haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, oliy bo'la olasizlar.
Yani en ahırkı gayegiço, en yüksek gayanlıgiço yetalaysı deydi Allah Taala. Bu nimeni bildirse, bu özü her bir insan özüneki kımmakçı bolgan işe işiniz. Yani biz hazır Şarkı Türkistan halkı Şarkı Türkistan'daki müstakillik üçün, onu müstakil kıldıganlığımızga tuluq işiniz. İşengenligi onun sadakat bilen, samimiyet bilen, mesuliyet bilen özü köreş kılış, bu özü işençiniki nemesi oldu endi. İşençiniki kol yaptırgan netinçisi oldu. Ama insanlarınki keşi dua tekbir kılıp, ey Xuda man anıqıp be, manıqıp be, ey Xuda ababil kuşunun özünü düşürüp, aşkafirinin özünü yok qıp begin dep, onda dua kılıp, jığlap olturuşni Allah Taala Kur'an'da nima aytsa muş ayetning özünde, vala tahinu degan ayetning özünde acizlik, kerakkenmaslik, poqposaqlik dep özü bayon qiladi bu yerda. Sen özü u yer jığlap, qaqshab olturmasdan sen şu vataningning mustaqilligiga düşmanınki siniki hak huquqlarini dafsanda qilganligiga haqiqiy ishongan bo'lsang, shuning uchun sen o'rnidan turib kurash qilishing kerak deydi. Hech qanday bir ish duo takbir bilan hal bo'lmaydi. U duo takbirni qilgan odam bir duoni qilgandan keyin shu duosiga loyiq harakat qilmaganchilik, u ishni u quruq duo hech qanday huquq yarmaydi. Yani Qur'onda payg'ambarlar duo qilgan vaqtida, misol İbrahim alayhissalom duo qilgan duolari bor. Aşı Kabe'niki buğulunu kopurvatkan vaxtda, ey Xuda, moşu özü Kabe'nin özünü insanlar menfaatlik moşunda orun qıp begin dep öz dua kılıdı. Bu dua kılış usulü. Yani bir adam bir işini qılgan bolsa qılıp etip, ya kılış aldı ve moşunu qılmakçı, moşunu insaniyet üçün, bana ve insaniyetke fayda qıp begin dep dua kılış, o doğru bir dua oldu. Lekin, ey Xuda, insaniyetke bir yaxşı bir işini qıp begin, anda qıp begin, manda qıp begin dep duanı qıp qoyup, onun degen aqs özü hiç qanday onun emeli iş qılmay olturuş, o özü duası xiyanat qilgan bo'ldi. Allah Taala bunda dua qilganiki duasini ham hisob oldi qiyomat kuni. Qur'onda o'tirib nima deydi degan vaqtda sizlar lima taquluna ma la taf'alun deydi. Kaburat indallahi maqtan degan o'zi oxirgi oyatni ko'zi. Sizlar qilmaydigan narsaga nima uchun deysizlar o'zini? Sizlar qilmaydigan narsani deganligingiz uchun u Allohning oldida jinoyat hisoblanadi deydi. Şunun için bu yerde nima qilishimiz kerak degan vaqtida biz özümüzdeki işimizga özümüz sahip chiqishimiz, yani ega chiqishimiz lazım. Onu bütün kuchimiz bilan qo'llab-quvvatlab, onu harakat qilishimiz lazım. Kuchimiz bilan, pulimiz bilan, aqlimiz bilan harakat qilishimiz lazım. Onu sodiq bo'lishimiz lazım. Onu buqqasin, yoki mustaqil bo'lsin vatan deydigan o'zi nima xiyol bilan emas, mustaqil qilimiz o vatanning o'zini degan o'zi niyat bilan haqiqiy harakatga o'tgan vaqtimizda undagi o vatanning o'zini mustaqil qila olamiz. Bo'lmasa kunda duo qilib, o qaqshab uyat o'tirish Alloh taoloninki beshnag'irisidan boshqa hech qanday ish qilmaydi. Bundaq insonlarga Alloh taolo ish nasib etmaydi yani. Yana o'zi Qur'oni Karimdagi Asr surasining o'zida وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ degan mush oyatning o'zida nima degan vaqtda ziyonda bo'lmaydigan insonlar haqiqiy ishlangan va ishonchisini yaxshi ishni qilish bilan amaliyotga aylantirgan, boshqalarga to'g'ri narsaning o'zini tavsiya qilgan ve doğru narsalarni tavsiya qilish ve yaxshi ishni qilish, onun ishinish jarayonlarida o'zi yetgan dishvorchilikqa sabr qilishga kishilarning o'zini tavsiya qilgan mushundaq insonlarning boshqasi degan vaqtida hammasi ziyon tortadigan insonlar deb Alloh taolo mushuni bayon qildi. Ya'ni insonlar bir narsaga ishni qo'yib, uni amalda qilmaslikning o'zimi bu inson ziyon tortadigan ish degan gap. Ya'ni biz Allah Taala Qur'oni Karim degan öz buyruqlarının hamısını işinib qo'yib, uning o'zini ijro qilmasligimiz u bizni ziyonga oladigan narsa degan gap.
Bunda Allah Teala yukarıda vel asr deb zaman bilan, asr bilan qasam qilish degan vaqtda tarixda yani zamandan boshlab mushu 4 ishning o'zini birga etmagan insonlarga ziyon tortib kelganligi uchun mushu 4 ishni birlikda etmagan insonlar tarixda ziyon tortmagan. Agar sizlarmi mana mushu 4ni birlikda etmasanlarcha ziyon tortmaysizlar deyishgan. Yani bir inson yani biz hozirgi vaqtda vatanimizniki vatanimizni mustaqil qilishga ishinadigan bo'lsak, uni amaliyotda yaxshi ish bilan uni nim qilmay turib, amaliy o'zi ish qilmay turib, buningga amaliyot yaxshi ish bilan uni o'zini ifodalamay turib, u vatanning mustaqilligidan umid kutish tamoman xom xiyol degan. Buningda o'zimizga nurg'ulg'an o'z qiyinchiliklar yetdi. Buningga sabr qilish, boshqalarni vaqtida bu ishning o'ziga bu chidamasak biz bu ishning o'zi muddat bo'lmaydi deb u boshqalarga tavsiya qilish, nasihat qilish orqali bu ishning o'zi amalga oshadiganligini Qur'oni Karim bizga shunday bayon qildi yani. Hamda yuqorida iman e'tiqod va mustaqillik hamda mustaqillik bilan iman e'tiqodniki munosabati haqida bir qadar to'xtalib o'tgan bo'ldik. Yani hech bir zaman iman e'tiqodning o'zi bir millatniki mustaqilligiga to'salg'i bo'ladigan, uni putlik ashar bo'ladigan bir narsa bo'lib qolmasdan, aksincha uni texmbek shu ishni qilib, u insonlar mustaqil, azod va boshqa insonlar bilan o'xshash huquqqa ega holatda yashashning o'zini Qur'oni Karim buyurganligining o'zini, Qur'oni Karimniki nihoyatda muhim o'zi amrlardan birisi ekanligini o'zini Qur'on o'zi bayon qilyapti yani. Hamda ummatchilik degan bir so'zlar bor. Ummatchilik deganni bir mana shu vaqtida bir yomon bir so'z emas. Bu nima degan vaqtida butun o'zi insoniyat bir ummat odam. Faqat musulmonlarla bir ummat emas, butun insoniyat hammasi bir ummat, bir o'zi insonlar ummati u hisoblanadi. Hamda buning ichida do'st dushman degan o'zi so'zlar bo'ldi masalan. Bu vaqtda nima degan vaqtda ummatchilikning o'zini hozirgi vaqtda bizniki hozir bu yerda o'ttirib islom ummatchiligi. Bu islom ummatchiligini o'ttirib qo'yish orqali u mustaqillik davosini oxir chekindirgan yoki kurashning nishonini boshqa qaydiradigan bunday ishlarni qilish bu o'zi Alloh taoloning amriga va shu millatniki arzu istaklariga tamoman xiyonat qilganlik bo'lib hisoblanadi. Yani biz hozir dushmanimiz Xitoy Kompartiyasi deb hisoblaylik, eng kichik o'zi hisoblagan vaqtda mushu o'zi dushman ochiqdan ochiq turug'lig'in biza ummatchilikni o'tirib qo'yib, undan biza hech qanday aloqasi bo'lmagan bir yerga berib, ashada o'z kurash qilishimiz bu butunlay Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan prinsipga xilof bir ish. Yani bizniki düşmanımız bo'lmagan, gerçi o Müslüman bo'lmagan taqdirda o bizniki düşmanımız bo'lmagan, bizni vatanimizni tajovuz qilmagan, bir o'z boshqa bir yerdagi insonlarni biz dushman tutishimiz Qur'oni Karimniki dushmani to'g'ri tunish nazariyasiga tamoman xilof ish qilgan bo'lamiz degan. Yani Qur'oni Karimda dushman degan qanday bir narsa u bir millatdagi dushman qanday narsa degan vaqtda u millatga hujum qilgan, tajovuz qilgan u o'zi shu millatning dushmani. Bu qaysi din, qaysi e'tiqod, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, sizning vataningga tajovuz qilgan har qanday bir tajovuzchi sizning dushmaning bo'lib hisoblanadi. Yani biz musulmon bo'lsak, yani bir musulmon davlatning o'zi bizga tajovuz qilsa-mu, u davlat bizning dushmanimiz bo'lib hisoblanadi. U e'tiqodi o'ziga u yerda dushmanlik Qur'oni Karimdagi belgilanishi tajovuzchi sizning dushmaning deylik. Tajovuz qilmagan bir insonlarni, bir millatning o'zini qaysi e'tiqod, qaysi o'zi millat bo'lishidan qat'iy nazar
onun özünü düşman tutuş, Kur'an-ı Kerim kösetken düşman tutuş özü nezariyesiga, prinsiplere tamamen karşı. Yani zıt geldi yani. Bu özü bir cinayet hesaplandı. Hem Kur'an-ı Kerim'de özü oturup koygan düşman tutuş düşmanı tutuş nezariyesiga tamamen karşı olgan oldu. Şunun için bu yerdeki milletinin özünü ümmetçilik bazarına iştiriş arkalık bütün insan, yani bütün Müslümanlar bir ümmet de oturup kayada özü kaysı bir Müslümanniki bir düşmanı iş çıkıp kalsa aşağıya yügrep verip o yerde özü uruşup o yerde ölüp verip bunda işlerini kılışının özü bu özündeki düşmanın doğruluğunu yanmaganlık ve köreşinin özünü hata kallıktan ibaret böyle iş boludu. Bunda hata köreşkan adam Allah'ın aldığında özü Vallahu la yuhibbul mu'tedin diyen özü ayetler var. Allah Teala tecavüzçileri yaxşı görmeli deydi Allah şunun için bu yerde bizge hiç qanday hücum qılmagan bir milletni berip dini noktadan aşırıdaki düşmanımız da oturup onu hücum kılış biz onu tecavüz qılıq bir hesaplandı. O vaqtda özü Allah Teala bizni bunda kılmışımızın özüne hiç bir zaman yaptırmaydı. Yani bunda işlerge Allah Teala ahırsız diyor vaqtda kıyamet günü hem onun cezası olur. Şunun için bir yerde dini sahadaki insanların kallasını silkmetiş gerek yani. Zaten kallasını silkmeydi bu adamın oğlu. Kallasını silkmetiş gerek. Düşman diyen kandak neyse diyenin özünü Kur'an-ı Kerim'den izleş gerek. Eğer özü düşmanı toğu tuğnayamagan bolsa, o düşman toğu yakılması gerek onun adamı. Bilmegendeki. Şunun için biz özümüzün düşmandan vatanımızı azat kılış için bulduğun neslim diye vaqtda birinci özü vatanga bo'lgan ishinish, vatanni mustaqil qilishga bo'lgan ishonch bo'lish lozim. Onun qarta bir iroda bo'lish lozim. Onun mas'uliyat tuyg'umiz bo'lish lozim. Qat'iy o'zi bu vatan meniki, uni qat'iy mustaqil qilishim kerak degan har bir Uyg'ur, har bir Sharq Turkistonlikda bundaq bir tushuncha bo'lish lozim, bundaq bir ideya bo'lish lozim va uning bo'lgan o'z jasorat bo'lish lozim. Vatan mustaqil bo'ldi deb o'ltirish o'zi butunlay bir o'zi xam xiyoldan boshqa narsa emas. Bundaq odamlar hech bir zaman vatanning mustaqilligi uchun kurash qilganligi hisoblanmaydi. Yani vatanning mustaqilligi uchun kurash qilgan odamniki o'zi qalbi bilan amaliy ish harakati, so'z harakatlari hammasi desa o'xshash bo'lishi lozim. Hem vatan uchun gap qilish lozim, hem amaliyotida harakat qilish lozim. Iqtisodni ham bu ish uchun sarf qilish lozim. Kur'an neçeydi bu? Nime mücahit nime Allah yolunda cihat kıldıgan, köreş kıldıgan şu musafirler kandak kıldı diye vaqtda ular özü melini cenni aymaydı diyen bir ayet var Kur'an'da. O nime diyen bu vaqtda biz hoş musafirniki vatanı sırtında şu tapkan teginimiz bilen cennimizde başka işimiz yok. Aş iki tal nesini ayımığa vaqtda diye vaqtda vatanı azat kıldı oldu diyen. Şunun için biz özü aklimizni ve özümüzdeki tapkan teginimizni ve özümüzdeki bütün hayatımızın özünü vatanı mustaqil kılış için bağışlayan vaqtimizda o vaqtda o vatanı azat kılış nişanımızga çoxum yete alayımız diyen. Yani bu iman itiqadniki naati özü vatanın mustaqilligi uchun bo'lgan o'z bag'lanishi munosabati naati kuchli yani. Hiçbir zaman iman itiqad insonlarning o'zini vatansiz yashashga sarganda bo'lib ketishga bo'lmaydi. O o'zi boshqa insonlarga o'xshash barabar yashashga va o'zining haqqi bo'lgan vatanda yashashga va barliq o'ziniki milliy örf adetlari, dini e'tiqodi, madaniyati hamma narsani o'zini to'g'ri usulda qo'g'dab yashashga haqqi borligini va shuning uchun kurash qilishning nihoyat muhimligini Qur'oni Karim ta'kidlaydi. Hem de bu nimenin içinde yana layakat, salahiyet degan to'g'riliqmi bir so'zlar bor ekan.
o to'g'riliqmi oz o'simi to'xtaydi. Aslida bundan burungi bir suhbatda layoqat salohiyat to'g'riliq bir to'xtalgandik. Shundoq bo'lsin, yana bu yerda oz olsun to'xtalib qo'yaylik. Salohiyat deganning o'zi her bir inson o'ziniki bilgan, o'qigan narsalarini haqida o'zi ish qilish, ya'ni shu nimani o'qigan bo'lsa, nimani bilgan bo'lsa, shu sohada ish qilish u odamniki shu ishga bo'lgan layoqatni o'zini ko'rsatadi. Ya'ni bir insonniki bir ishni bilishi, shu ishni qila oladigan bir salohiyatga ega bo'lishi u odamniki shu ishda salohiyatli ekanligini bildiradi. Bir odamniki bir sohada o'qib qo'yishi butun sohaga layoqatli bo'lishini bildirmaydi. Yani bu saha, yani bu bütün işe layakatlik bo'lish ishlari bizda nihoyat ko'p yani. Bo'libmi diniy sohadagi insonlarga nihoyat ko'p. O'zi bir o'zi Qur'onni yodlab qo'ydi, yoki bo'lmaydi 6-5 pora o'zi tafsir o'qib qo'ydi. Ondan keyin bütün sohaga chetkirib, ondan keyin o'zi bütün narsalarni bildirib qiyafat kishi oldi. Hazır tarix mutaxassisi bo'lgan, hazır o'z fizik mutaxassisi bo'lgan, hazır o'z siyosatchi bo'lgan, hazır o'zi astronomchi bo'lgan, hazır o'z iqtisodshunos bo'lgan, dunyoda bilmaydigan narsa yo'q. U Baydenning o'zini yaratmaydi hozir vaqtda siyosatda. Shunday holat chiqmoqda nurg'un o'zi insonlar. Shuning uchun bu layoqat, salohiyat deganning o'zi inson bir sohada o'qib, shuni bilgan vaqtda shu sohaga salohiyatli inson bo'ladi. Şu sohaga layoqatli bir inson bo'ldi degan gap. Boshqa sohada agarchi uniki ismini, boshqa sohaning ismini bilgan taqdirdami, uniki o'zi u sohaga uniki layoq qo'shmaydi. Ismini bilish degan o odatli bir narsa. Astronomiya deymiz, fizik, ximiya deymiz, undaq narsalarniki ismini bilish, o'ng'ay bir narsa. Lekin uni salohiyat bo'lish uchun degan vaqtda u yerdagi o narsalarni to'liq bilish. Mesela hazır astronomiya deymiz. Bunun salohiyatli insan biz bildiğin Erkin Sıdık aramızda çıkan birden bir Uygurlarla için çıkan alim Erkin Sıdık atımız bana aşına salohiyatli misal. Aşına koşuş nurgun özü aramızda zaman nurgun alimlerimiz var. Şu özünün sahasına salohiyatli insanlar. Yani demek bir ne diye vakıda her bir insan özü o'qib, şunu teki yetib, mana shu mundaq narsaga degan vaqtida shu sohadagi ishga o'sha odam salohiyatli bo'ladi. Ammo bir o'qishni o'qib qo'yib, butun dunyodagi ilm sohasiga men salohiyatli desa, u o'zi nihoyat dot bir odam bo'ladi vaqtida. Nima uchun degan vaqtda hatto o'zining salohiyatini yo'qotgan, salohiyatini bilmagan bir odam bo'ldi. Shuning uchun Tayyip Erdo'g'anning bir so'zi bor, haddingni bil deydigan. Her bir insan o'ziniki salohiyat doirasini bilib olsa, u vaqtda ikkinchi bir sohaga hujum qilmaydi, ikkinchi bir sohami o'zi rohat bo'ladi. O'zi o inson gap qilgan vaqtda o'ziniki salohiyat doirasida gap qiladi, insonlarni qo'shadi. Chunki bilib gap qilganligi uchun qo'shadi. Shuning uchun bizlarga salohiyat sohasida bunga diqqat qilishimiz lozim. Ondan keyin salohiyatniki yana bir tarafi bizniki uzundan birisi shu da'vo ishlarimizda vatanning mustaqillik da'vosi, mustaqillik ko'rishi sohasida rahbarlarimizniki salohiyatlik bo'lolmaganligi nihoyatda o'zi bizning ishimizni shunday oxir chekintirayotgan, shu kun qilishimizniki asos sabablardan birisi bo'lib qolgan. Yani tarihte bizdeki ecdatlarımız düşmanımız bilen Kur'anlık köreş kılış artık hiçbir zaman yenilmeyen bolsa mı? Lakin siyaset sahasında yenilip kalgan. Ne için diye vakıda şu işin beşi tuğan liderlerimizdeki salahiyet tüvekip kalganlık için bizde özü bu özü naiti facialik halda ahırlaşkan. Mesela 33. 44. yıllarda kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyetlerimi men bu salohiyatniki töven bo'lganligi uchun mag'lubiyat bilan oxirlashgan. Bo'lmasa u yerda chiqish yo'li faqat yo'qmi desa mumkin emas.
o çıkış yolu mutlak bolu dendi. Şu vaqtda, ama şu siyasetni to'g'ri yapma alsa, siyasetni to'g'ri tushirgan vaqtda o'zining chiqish yo'lini topa oladigan gapandi. Yani şunu bilan o'zi ishlar qiladi. Misol, o'z vaqti Mustafa Kemalni misol olsak, butun Turkiyani talon-taroj qilib, hammani o'zini yeyotib pazlagan vaqtning o'zidami Mustafa Kemal siyosatni to'g'ri yapmaganligi uchun Turkiya Cumhuriyetini saqlab qolgan oxirsida. Her qancha o'z dushmanlik bo'lib ketsakmi biz Türkiye'cilik bu düşmanlık bu ketmedik mesela etrafındaki insanlara. Ama şu 1870 yıllar 60 yıllardaki Yakup Ali'nin zamanlarda mı stratejiyle siyasetini hata etmağınız için şunu olan özü bizdeki tamamen veyran buluşumuz şu siyasetini hata etmağınlık sebebim oldu. Şunun için bizdeki bu milletlik beşik gelgen liderlerimiz mi aşında biz salahiyetli buluş lazım. Eğer özü tuluk salahiyetki egi bulamagan bolsa, etrafı nurgun aşında salahiyetlik insanlarını yığış arqılık aşında böyle məsləhətləşib iş qilishi nəhayət bək mühim. Şu vaqtda biz özü işimizdə qəlb qıla alayımız. İkinci tərəfi degan vaqtda ikinci tərəfi xalqımızda var. Xalqımızda kim özü dört ağız kulak qoşaqida gap qilib qo'ysa, shu tarafga yig'ib ketadigan bunday ishlar bizda mavjud. Maqsad vatanning mustaqilligini maqsad qiladigan bunday bir kallada turishimiz lozim. Qanday vatanni biz mustaqil qilamiz degan o'zi tushuncha bilan turishimiz lozim. Bir odam jannatni va'da qilib qo'ysa, yo jahannamni qutulganini va'da qilib qo'ysa, yoki Alloh roziligini o'zini va'da qilib qo'ysa, g'ibtlar shu tarafga o'tib ekan, yana bir taraf düşman aydı qilib o'zimiz tarafga qoral tanglaydigan bunday ishlarni qildigan ishlar bizda nurg'un uzundan birisi o'zi davom qilib kelgan bir ish. 33-yilmi misol majmuagan Tunganning o'zi ashadini xalif qurum biz shu xalif qurum degan bir eg'iz gapning oqisiga kirib minglagan Uyg'urlar ashna oqisiga kirib olgan masala shu vaqtda. Onun üstüge şu 19. asrning boshlarida şu Qoram deydi, şu nemeneki Qozog'istondagi Qoram degan şu Uyg'urlar yashagan bir rayon bor ekan. Aş rayonda nurg'un Uyg'urlarning o'zini şu bolsheviklar pilmot qilib o'zi nim qildi, o'ltirib oldi. O keyin uqsaq nima ishga o'ltirib desak, bekor jihbat o'ltirib ekan. Şu Uyg'urlardanmi bu bolshevik degan kommunistlar din qarshi degan shunday narsa o'tirib chiqqanda ekan. Şu din qarshi deb o'tirib, ashunga o'zi qarshi ideologiyada yoki harakat muqam bo'lishi mumkin bir qism insonlar. Shunday sababdan o'tirib o'tgan. Bo'lmasa masalan biz Qozog'istonda yashashda o'zi Abdullah Ro'zbaqov degan odamlar bo'lgan ekan. Shu yerda o'zi kommunist odamlar nurg'ulg'an xizmatlarni qilib Qozog'iston davlatiga nurg'ulg'an shon sharaflarni akagan odamlar ekan misolda. Qanday qilganda millatni qutqizib qolish maqsad emas, qanday qilganda shu dinning banasida o'lish. Bu shuni maqsad qiliqliq. Shuning bilan o'zi hech qanday natijasiz holatda angirpaydan qadrsiz shunday o'lib ketgan insonlar vatandami nurg'un shunday insonlar bo'lgan. Shuning uchun bizlarga vatan kelgan vaqtida e'tiqod hech qanday narsa özümüzge hesap boludu. Zaten Kur'an-ı Kerim'de lekum dinukum veliyen degan ayet var. Hem adamın dini itikadı Allah bilen insan o arasındaki iş. Başka insan bilen onun arasında hiç kandak özü nasip ifadelemaydi. Şunun için bu vatan milletdeki işim kelgan vaqtda her kandak yani biz vatan milletinin menfaatini birinci o'rinda qo'yish bu bizniki birinci vazifamiz bo'lib hisoblanadi. Biz öz u yerda o'zimizning shoni shuhrati, manfaati bunday narsani o'tirib qo'ydigan, bunday odamni o'tirib chiqib qolsa, u odam aslo lider bo'lolmaydigan odam hisoblanadi. Lider hech qanday manfaat, hech qanday shon shuhratning o'zini maqsad qilmasdan faqat millatniki manfaati, vatanning manfaati, qanday vatanni mustaqil qilish, qanday u vatanni mustaqil qilish uchun bir foyda kelish. Muşnudun başka narsani o'ylash o adamniki o'zi salohiyatiga to'g'ri kelmaydi. Agar to'g'ri lider bo'lsa. Bundaqa odamniki
milletinin aldıda ve bütün dünyanın aldıda hem şan şöhretlerin buldu. O adam hiçbir zaman aşkanmaydı. Şunun için bu lider bo'lgan odamlar iqtisod tamoq qilib yoki shon sharafning o'zini tamoq qilib bunda harakat qilish tamoman o'zi u liderlikqa to'g'ri kelmaydi. Lider u turmush qilishdan qo'rqmaslik lozim, o'lib ketishdan qo'rqmaslik lozim, har qanday o'z qiyinchiliklarni qo'rqmaslik lozim. Shundaq bo'lgan vaqtida uningdagi insonlar uning erishidi, uningdagi u g'alabaga erishadi. Mesela Peygamber Aleyhisselam misal alsakma, Hendek vuruşunun özünde bütün Müslümanlar qo'shig'i bir hassa osh bo'lsa, Peygamber Aleyhisselam'ın qo'shig'i ikki hassa osh bo'lgan. Bütün aşağıdaki Hendekni ko'lab qo'yib, düşmandan Madinani qo'g'daymiz deyotgan odamlar qo'shig'i bir talın toshni tengib olgan bo'lsa, Peygamber Aleyhisselam ikki tal tosh tengib olgan. Shu yerga insonlarning har birisi 1 metrden aş xandakni ko'lgan bo'lsa, Peygamber Aleyhisselam 2 metr xandak ko'lgan, yana boshqa insonlarning ikkisi jiq ish qilgan. Bu Qur'oni Karimdagi bu payg'ambarlarning hammasi nima desa, liderlarniki o'zi bir nemisi. Liderlarga bir o'rnak. Lider degani nima? Shunday bo'ladi degan gap. Hech qanday sha'ni-shavkat va hech qanday manfaatni asos qilmasdan faqat g'albini asos qiladi. G'albini nishon qiladi. O vaqtda o adam o g'alabaga yeta oladi. Yoki shu g'alabaga yetish jarayonida o'lib ketmaydi. O hech qanday o'lim, hech qanday narsadan qo'rqmaydigan o'zi mana ruhli o'tib chiqadi. Shu vaqtda o'zi bu ish bo'ldi. Bo'lmasa azroq bir ishni qilib qo'yib, o'kirib yetib olsa, unda odam aslo liderlik bermaydi. Qur'oni Karim irodasizlik, layoqatsizlikni qattiq o'zi nim qilib o'zi so'kib Qur'onda bunday bir o'zi voqealikni bizga bayon qildi. Ya'ni Sura Isro'niki 4-oydan o'zi 11-oygacha oraliqdagi voqealik Bani Isroilning voqealigi va qadayna ila Bani Isroil fil kitob la tufsiduna fil ardi marratayn va la ta'lamuna uluwan kabira degan bosh oyatning o'zida ikki qatim mag'lubiyatga uchraganligi Bani Isroilniki. Birinchi qatimki mag'lubiyatning o'zi bo'lgan vaqtda ular kuchli bir o'zi dushmanning kelganligi va ularniki turayotgan yerlarini tamoman to'p-to'z qilib ketganligi. Ikkinchi qatim qaytib kelgan vaqtida u o'zi Bani Isroilga nurg'unlagan o'zi nimalar bo'lganligi. Misol sonning oshqanligi, yani yillardan keyin keldi o 20-30-50 yildan keyin kelgan ish bo'lg'achqa oraliqda o baljaqil tug'ilib, nurg'unlagan soni ko'payib, pul mol tepib, nurg'un o'zi beyib, qurol-yarog' setvoqidek shunday bir holatga kelganligini bayon qildi. Ammo Bani Isroil nima qildi? Degan vaqtda şu vaqtda Qur'onda in ahsantum ahsantum li anfusikum va in ahsantum falaha degan oyatning o'zida agar shu vaqtda sizlar yaxshi ish qilgan bo'lsangiz, o'zingiz qilgan bo'ladinglar. Shu vaqtda sizlar osonlik qildinglar. Sizlar shu dushman qarshi kurash qilish maydoniga chiqmadinglar, Qur'onni ko'tarib chiqmadinglar. Chiqmaganligi uchun u sizning o'zingizlarniki ziyniq bo'ldi. Shu vaqtda nima bo'ldi degan vaqtda faiza jaa va'dul oxirati liyasu'u wujuhakum ve yadkhulul mescide kema dakhalu evvel merratin ve yutabbiru ma la tadbira degan oyatning o'zida deydi. Ikkinchi qatimliq o'zi ularni vayron qilayotgan ish kelgan vaqtda, ya'ni dushman ikkinchi qatim bostirib kelgan vaqtda hattoki masjidlarga kelib bu ilqi Sulaymon alayhissalom solgan Baytul Maqdasning o'zini bayon qildi. Yani Baytul Maqdasni ko'rsatdi. Oshining o'zini to'p-to'z qilib o'tgandir dushman. Shu vaqtda siz nima ish qildinglar deb Alloh taolo Bani Isroil deyapti. Sizni qilganinglar asa rabbukum ayyarhamakum. Ey Xudo, sen bizga rahim qilgin deb duo qilib o'tirdingizlar. Hozirgi musulmonlar o'xshash. Qo'lingga qilishni ilib, qurolni ilib chiqqan bo'lsang, dushmanga tetib, dushmanning o'zini yo'q tamoman imkoning bor. Uni qilmasdan uyda o'tiribsan, ey Xudo,
bizga sen marhamat qilib mush dushmanning o'zini mag'lub qilib bersa deb o'ltirganliging uchun ular kelib butunlay to'p tuz qilib odamlarni o'ltirib vayron qilib ketdi. Buning o'zini sizlar o'zinglarga ziyon qildinglar, o'zinglar qildinglar deb Alloh taolo Bani Isroilning o'zini shunday qilib tanqidlaydi. Yani öz ağızda ve in ottum oduna ve cehenna cehennem el kafirin hasira degan bu oyatning o'zidimi agar bunday qilaversanlar biz mi o'zimiz sizlarga hech qanday yordam bermaymiz. Biz buningga o'xshash Alloh taoloning ne'matlarini joyiga ishlatmagan kofirlarga cehennemni zindan qilib, yani cehennemni ko'rdiramiz odamning o'zini. Yani ko'rdigan kuning do'zaxning kunini ko'rsa, yani biz deydiku ishning kunini ko'rsa deydiku. Aşındak günü görse diyen gibi. Yani Allah Teala müşahede ve cealna cehennem lil kafirin hasira diyen muş ayetin özümü aşu Bani İsrail'in özünü Allah Teala bergen nimetini yani o yukarıda sarıda o nimetin özünü yani nurgun balcakanlı oldu, sağlığı köp oldu, nurgulgan iktisadınlı bolgan şu vakti. Onun koral yaratını elip, ballarını korallandırıp, özlerini korallanıp, oturup çıkan bolsanlar, çok güzel galip kılatmanlar. Aşlı kımma, Xuda bizge aşlı düşmanın özünü yenip bergen. Hazırki Palestin'e maşu, İsrail Urvatqa yerge, Müslüman dua kılatlığı, Babıl kuşlarını apırıp özü bir veyran kıp bergen dep dua kılatman molluğu var. Babıl kuşlarını eğer Allah Teala evet kılan bolsa, Müslümanlığı beçe taşlaydı taşın özünü. Eğer şundaki şey olduğun bolsa. Bunda hukuk gerekmeyen Müslümanın ne gereği var dünyada? Şunun için bu yani Allah Teala devamlı ki bu kafir oluş diye Allah Teala'nı inkar kılışla emez. Allah Teala bergen nimetlerini cair işletmezlik hem kafirlik. Bu şey Kur'an'ın özünde ve yanına cehennemi lil kafirine hasirat gelmiş ayetin özümü Allah Teala devamlı ki biz bergen nimetin cair işletmeyen adamlarga biz cehennemlik kılımız var. Cehennemlik kılımız diyenin özü İşinin gününü köstümüz biz diyen gibi. İşinin gününü körse bu şu Allah bergen nimetin cahil işletmesinden çıkıyor. İşinin gününü körse diyen gibi. Bu bize olmadı mı? Oldu. Mesela pul tapqa vaqtida balalarımız yaxşı o'qitadigan, millatni g'amil qiladiganning o'rniga ko'z qilib to'y qilgan vaqtida necha yuz ming yuanni to'yga ishirtib, Xitoyni beyitib, Xitoyning shirkatlarining o'zini beyitib qilgandan keyin ahirisi kelgan balo mana mushu oldu. Biz şu iqtisodni, şu ballarımızın o'zini to'g'ri odam qilib, şu ballarimizga biz tashlagan bo'lsak, bu vaqtda biz mushundaq kunni ko'maydik. Hozirgi vaqtda misol butun dunyoda yani şu Osiyo, Afrika deydi asosan. Aşağısının o'zida ballarni o'qitish uchun hammasi mush g'arb dunyosiga chiqardi. Hazır Oxford Üniversitesi'deyiz, Cambridge Üniversitesi'deyiz. Aşağı 100 milyonluğun Xitaylar okuydu. Yılığa. Amerika'daki nurgun ataklı özü Harvard Üniversitesi'deydi. Aşağıdaki üniversitelerde 100 milyonluğun özü Xitay okuyucuları okuydu. Xitaylar aşağı desmi selip, aşağı özünü, ballarının özünü okutup tekimbe terak kılış için aşağı kılıvardı. Hem biz çoğu vakti pul tapqada Mısır'a çıkıp, Pakistan'a apırıp, Arap'ın memleketlerine apırıp, milletin özünü aşında okutuş arqılıq, milletin aldığı qat'i basmışsın. Yani quruq hikayenin sözler össün dep, aşında yolda okudu. Onun için biz bu gün qaldık. Eğer bizim halkımız haqiqiy bilim okuturmuş ballarımız degan bo'lsa, ballarning özünü mushunda taratgan, dunyoni so'rayotgan, dunyoning xaritasini chizayotgan mushundaq davlatniki dağlıq üniversitetlere açık durup okutkan bolsa, bu ballarımız hazırki vaqtda dünyada başqacha bir özü Uyghur milleti, başqa bir millet olgan bo'lardi. Taqdirimiz bundaq olmagan bo'lardi. Yani şu 30-cı yılları, 50-ci yılları çıkan Uygurlarni şu dinde oturup şu nimede? Arabistan'da, Mısır'da ve Türkiye'de kalacak. Hatta Amerika akıtıldısı mı ketmeklik. Aşağı böyle okutup ballarımızın özünü kılaylı mı milletin gemini kılan adam olsun mu bu halkaralık bir siyaset bildiğin adam olsun diye deydiğinin onunla
bu imandan tiketidi degan bir quruq bir fatvo chiqarib lekin aşağıda tekkanlık ballarını aslında o'zi to'q kerak kelmaydigan bir o'qitish orqali o'zini va xalqni aldab yeydigan shunday bir aldamchilik tarbiyalab chiqiq misol. Mana shu mo'lliniki dardida bizniki qancha ming'ilgan o'g'il qizlarimiz hozir mana shu Suriya, Afg'onistonda vayron bo'lib ketdi, o'lib ketdi misol. Qanchaligini aşağı turibdi. Vatan qancha ming'ilgan, qancha millionlgan Uyg'ur xalqi shu hozirgi qiyin kunlarda turibdi, qanchalik o'lib ketdi. Shu hammasi nima bo'ldi desa, biz o'zi xalqaro saviyada bir o'qishga yoki bo'lmaydi haqiqiy ilmga ahamiyat bermaganligimizdan bo'layotgan narsa. Mayli Xitoyning shu to'simi aşağı berib, shuni o'zini o'qib, xizmat qilishning o'rniga qayerda yo'qolan bir o'zi bir mo'llining oqsiga kirib, o'zi vayron bo'ldi. Mana shuning hammasi nima degan vaqtda dunyoga layoqatli inson bo'lolmaganligimizning sababidan biz buniki bu kun qilib qolganligimizning ochiqdan oshkora o'zi dalil isbot degan. Mana shu Bani Isroil kelgan zulmniki hammasi Bani Isroil ma 40 yil kelgan zulm emasdi. Necha ming yil burun Fir'avnning qo'lida kelgan zulm ma bizga kelyapgan hozir. Nima uchun degan vaqtda biz shu Bani Isroilning shu vaqtdagi tutgan yo'lni tutganligimiz uchun. Eğer biz hazırki Yahudi'nin yolunu tutsak diye vakti biz müstakilini kolga alamayız. Yahudiler özündeki şu atboğullarındaki mağlup olan yollardan ibret edip keyinki vakitte andaki küçük devletniki yerini tutan, iktisadi küçük yerini tutan ve ilimnin yerini tutan. Hemisi ballarını yaxşı okutkan, onun için özü yaxşı okukan bal degeni pulunu tapalaydı. Şunun olan özü millet kuchlangandan hozir mana bir o'chim Isroilning o'zi 5 patman 2 milliard musulmonni tanqir qaqishdi başada dot pandiyap degizdik misal. Buning hammasi nima bo'ldi desa, ilm bilan bo'lgan narsa bu. Biz şu 2000 yil burunqi, 3000 yil burunqi Isroilning tatayotgan zulmni hozir tatayotgan bo'lsak, Isroil şu zulmdan ibret elib ballarını o'qitib, dunyoga pul tepib, o'z millatini, o'z vatanini qutqizish yo'lida kurash qilganligi uchun u vatanni qurib chiqdi misol. Biz bu degan vaqtda biz hozirgi shu Yahudilarning Isroilning tutgan yo'lini tutsak, ballarimizni yaxshi o'qitsak, yaxshi o'z davlatida, xalqarodagi eng yaxshi bilimlarni o'qitsak, biz o'zi qat'iy mustaqil bo'la olamiz. Bo'lmasa biz ashunda o'zi bir qaşa tamakka dua qilib o'tirgan, kesh chalpan tamak qilib o'tirgan, ashunda o'qishsak degan vaqtda millat yo'qolib ketishdan boshqa hech qanday narsa yaramaydi. Shuning uchun biz mustaqillik deymiz. Mustaqillikning o'zini deyish bilan vatan mustaqil bo'lib qolmaydi. Vaqtga so'zlaymiz, vaqtga pulimizni beramiz, vaqtga jenimizni beramiz. Her qanday narsamizni aymagan vaqtida shu yo'lda anandan o vatanni mustaqil qila olamiz. Undan bizniki avlodlarimiz boshqa millat bo'lib ketmay, bizniki o'zi qanimizni davomlashtirdi, Uyg'ur degan bir millatni davomlashtira oladi. Agar Uyg'ur millati o'zining borlig'ini davomlashtiraman desa, hozirgi o'zi yo'lini to'g'ri tanlash lozim. Xo'sh. Allah razı olsun. Ait yaxşı sözler verdiler. Şu ben İz romanında çıkan tamның aralarını, tamның aslarını aşağıda saklaydı bu nöyle Uygur bayla, özünün baylaklarını dep. Biz vaxtada neçe baylağını tutup başlarını öldürüp aşılar yıkan altın, gümüş altınlarına neçe maşinede neçe küller tuş ketkenlikini okugandım değil mi? Belki sen okugan buluşturur mümkün. Aşı vaxtada yani bir miltika bir koyuna tegişip aşında Stalin'den kurallarını setip öz vaxtada aşı bizninki küreş qilgan, jihad qilgan
azatlyk üçin, zulümni yo'qotish üçin güreş qilgan nimalarimiz, ustozlarimiz, şehitlerimiz. Ama baylar anda saqlap qolib, oxiri uni shingsay deb ketildi onun uchun. O bir mesele. Eğer şununla Kur'an'ı setip elip mi qilgan bolsa, bizning tariximiz boshqacha yozilgan bo'ladi. Elbette. Onunki yaqinqi mezgilde vatanda masalan diniy da'vatlar, tabliğlar bekbiyep küçüyüp, şunun bilan hatta ahir qalaya keldi deseler, ballarni hukumatning maktabida o'qish yoki kafirning maktabida o'qish harom deb universitet o'qiyotganlar maktabni tashladi. Tashlab chiqib ketdi. Hatta biz sözlep herkes taşlamanglar, bu ilim fənnindeki kafiri Müslüman olmaydı. O bir ömür bizge esqatıdı. İhsas edem lazım. Dep yine qaytırıp mektebige o'qishda qoldi. Qilgan balımı ahırı yine en ahırı kelgence yine taşvit qiluvchi, kallasi davolovchi. Aynen böyle. Olarning minisini yo'qlab, onu meyle Xitoy yoki bo'lmasa bizning mollalar nima qilgan bo'lsa-mu, ama lekin nurg'un yosh bolalarning kallasi yuyilib, hatta o'zi qilayotgan ish yerlarini tashladi, xizmat nimalarini shu o yerga Xitoylarga burilishdi, masalan, deganga o'xshash shu. Chiqishlar oldu endi, masalan, neft ishlayotgan bolalar botdi, Poskam neft deymiz, Qaramay neft deymiz, yoki Maytaq deymiz. Eng yaxshi yerlarda ularning turmushi bek yaxshi. Aşılarımı hizmetini, namazda başlayan dinkiller, ularımı hizmete taşıdırlar. Hizmete taşılap, kapırık işleşik olmaydı, antamada da bir nurgu yerine bika kılırlar. Xitoydaki uruluş olmuş işte yergücü. Evet. Ve teduayda kıl değil, Mişerdi mi şu hazır? Mişerdi mi şu hükümetin mektubida, devletin mektubida okusa, komandası okuyordu. Dinden hech qanday nima ololmaydi. O bu deb shu bolalarni bittaga bermagan. Bunda ishlabekchi. Bularning oldiga qanday o'tish kerak edi shu? Mush Türkiye'de men bir yerimizde yaşadım. Yaşaş jarayonida nurgul adamlardan görüşken boldum, tanış biliş olgan boldum. Aşılarının özüne ballarını nerede okutatışlar desek, ya Kur'an kursu deydi, hiç bombaga vakti İmam Hatip'te okuttuk deydi. İmam Hatip diyendek bir gep bombası hem okutmaydıgan gepti. O başka mesela Çınar Kolej'de Nurullah'ın her xil isim bilen ayda kolejde var ki, aşındak kolejlarda aş mollunun balları okuydu. Mesela aş mektep açkan adamların balları hiçbirisi öz açkan mektep okumadı. O aşı pulluk yılığa palanbay $1000'lık özü okuydu. O bitar gayr musafirni apırıp ayda biz okutatımız özü hayır halık kayarları. İşte kuvatımız dep ballarını beşini aylandırıp pul tepişlik desmeyiz kılıp ağlarının özüne anda kılak. Bu millet hala hazırlıkçılık bu özdeki yolu tek menalaydıgan bir halet şekillenmeklik. Meyle özü mollası olsun, mollası zaten millet sebebi işten başka hiç kandak bir işini kılmaklık. O ziyalı isim bir yakınmak yoksa mollu olduğun bir halet şekillenip kalktı hazır vakıda. O aşı dini tonuk uğrunup andakin yakılış gerek. Bundak mı akmakan iş olamdı? Demek ki bu milletdeki kıyılık sınıf getirdik ki bu şu dinni okumsa o bulmaydı o. Her kandak ilimni okusan şu dinnin içindeki neyse o. O dinnin sırtında bir ilim yok. O fakat oya koygan çeklim neyme vakti biz ilim diyen özü bu sohbette dedik kaşını koygan çeklim neyme diye vakti her kandak ilimni doğru yol işletiş. Prensip bu. Şu prensip boyunca o doğru yol işletsen buldu. Kandak bilimni okusan o buluverdi. Fakat Kur'an'ı okusan, Kur'an'ı tercüme kılıcını okusan, Eren'in hikayelerini, rivayet hikayelerini okusan, ilmi okukan bulup, başka neyse ilim bulmam da o. Ağır nurgul kaçın boldu, şu Xitay'niki nimeler çıksa, Xitay'niki
cho'ng 7 yoshni 70 yoshgacha hammasi Sunziniki harbiy dastur degan shu narsani o'qiyamish. Xitoylar ashuni o'qiydi ekanda. Bizda yo'qmi u? Yusuf Masajibniki Qutat Qubulkdan ikkitini o'qisin qani. Davlat qanday boshqurdi, davlat boshliqlari qanday bo'ladi? Hamma narsa shu kitobga yoziqliq. Shu arabning hikoyalarini o'qiganning o'rniga har bir Uyg'ur avlodi uyiga shu Qur'onning yeniga shu Yusuf Masajib bilan shu Mahmud Qashqarniki Turkitullah divoni bilan shu Qutat Qubulkini qo'yib turib, ashuni o'zini o'qib chiqsa, odam o'zi Uyg'ur bo'ladi, ham o'zining do'st dushmani taniydi, ham o'zi milliy madaniyat har narsaning o'zini ashuni bilalaydi. Ham ashuning o'zida davlatni qanday boshqarish bizni ota-bobamiz bizga hech qanday bir narsa qo'yib qo'ymaydi ketgan emas. Do'stimiz, dushmanimizni uch oshkora to'ntib qo'yib, hatto toshga yezib ketgan. Ko'pchilikning teshi tamomdi. Tarixdan buyon bizga dushman bo'layotgan Xitoy ekanligini, u Xitoy o'zi jipak raqlarni berib bizni aldaydiganligini, bu aldam xaltasiga buningdan tushmaslik lozimligi to'g'riliq nasihatlar yoziqliq mangu toshqa. Mush unchib ketmasin, ben mana qog'oz yozib qo'ysam yo'qolib ketmasin deb o'tirib, toshga qo'yib turib, abadiy mush meniki o'z avlodlarim buni unutib qolmasin deb o'tirib, ashuni yozib qo'ylik. Har bir Uyg'ur avlodining o'zi shu tarix o'tgan, ashunda o'zi bizniki dasturlarimizning o'zini, masalan, Yusuf Masajibning kitobi mana bütün öz askeri sahada olsun, siyaset sahasida olsun, davlat boshqaruv sahasida olsun, hamma sohaga yozgan bir kitap. Aş kitapni o'zini o'qisimi ham, aş kitapni o'qigan bo'lsa, o'z vaqtida shu 1000 yildan beri aş kitapni har bir oilada o'qib kelgan bo'lsa, Uyg'ur millati bu kamga hech bir zaman mustamlaka tushib qolgan bo'ladi. O'zimizniki ajdodlar yozib qo'ygan ashunday dasturlarni o'qimasdan Arabning hikoya cho'chaklarini o'zini o'qib, undan keyin bu kun qilib qolamiz. Hatto shuni amal qilmi deb bu bicharalar bu holatda turiblik. Şuna biz her bir ailede şu özümüzün tarihi, hazır mana Nebijat Tursun'daki qancha qism chiqdi ki, Sharq Turkiston umum tarixi degan tarixlar chiqdi. Sharq Turkiston tarixi degan kitoblar va Uyg'urlar degan kitoblar va Uyg'ur nomi degan kitoblar va masalan bizning tariximizga munosabatlik. Nurg'ulg'an kitoblar va shu kitobni o'qib, Uyg'urga qanday bir millatga o'ziniki milliy kimlik sohasilik narsani avlodlarga bildirish lozim. Hazır ma'u elifben yazgan adamdaki ma'u ba'zi vaqt o kadar o'zi xafalik bilan nim qilgan qoldim-da. Elifben nim qildi, uning mushtashqanniki hikoyasini, bo'ri, qo'zni hikoyalarini yozib bu yerda adaki uning o'zi ba'zilari ma'u Turkiya yozganlarini o'zi berib, o Arabniki Abu Bakr Umarni chiqarib ashundaq bir narsani yozdi. Hech qanday o'zang narsa yo'qmi bu yerda? Tarixda o'tgan qahramonlarimiz, podshohlarimiz, tarixdagi davlatlarimizning ismini yozib o narsaga, o ballalarimizning ideyasiga uni singdirgan bir narsa qilmoqda edi. O mushtashqaning nima shu? Ballarimiz 5-6 yosh kirgandan boshlab, o 8, 11 yosh, 15 yosh kirgan aralıqda o Uyg'urlarning hozirgi bu chet-elda ochgan maktablarga boradi. Masalan, Londonda berib kelyapti. 11-12 yosh, 15 yoshga kirganlik. Onundaki o balı kemmaydi. Şunqachilik o balığa o'zidagi milliy kimlik sohasini o'rgatish kerak. Uyg'ur degan gapni emas, Uyg'ur degan qanday millat, u qanday dunyoda madaniyat yaratgan, qanday davlatlarni qurgan, uning qanday olimlari, qanday podshohlari, qanday qahramonlari bo'lgan. Kech qahramonni so'zladisi berib, Abu Bakr Umarni so'zlash nima ajdi? U arab qahramonlari bo'lsa, biz nima aloqasi bor misol? Biz G'anivatorga o'xshash Mudaq o'zi batırlarni nurg'ulgan shu Sharq Turkiston tarixlarida nurg'ulgan batırlar va misol olimlarimiz va shu olimlarning o'zini millatga tunishtirish, avlodlarimizni tunishtirish bu shu hozirgi insonlarning vazifasi. Bu shu elifben tuzgan odamlarmi zodi bir ashunday narsaga o'shmi bilmayman. Ashu narsa yo'q misol. Ketmanning paltining suratini chiqarib qo'yib bu yerda bizga Uyg'urcha gap qiladigan odamlar emas, Uyg'ur kallasi, Uyg'ur bo'lgan, Uyg'urni tushungan. Ya'ni men mushundaq bir inson ekanman deb Uyg'ur ideologiyasi o'zlashgan bir inson kerak. Men Uyg'urcha hech qanday bilmasimmi,
zaten o adamın ideologiyasi Uygur. Bu çıksa o adam Uygurluğunu davamlaştıra alaydı. Hazır kalk Uygur sözlerken nene Xitaylı var? Uygur sözlüsün Uygur olmaydı o. O Uygur'un ideyası Uygur oluş gerek. Onun için bu nerslerde o müşteşkan o hakezanın ne gerek var bizge? Ballarınki vakti kız. Mesela bir kaç yıl aşağı vardı. Şu aralıkta özünün milletini, milli medeniyetini, örf adetini, hemen hersini bilip tam Uygur olup yetişişi lazım. İdeologiya cihette. Bundak bolmay turup bu yerda keçti biz Arap hikayelerini ya olmaydı o qo'z bilan o'z bo'rining hikoyasini uni o'qib berish orqali bolani qanday uyg'ur qilib oldi. Shuning uchun bu yerda bu ilpa tuzadigan odamlarmi kichkina milliy ruh bilan milliy kimlikka ahamiyat bergan odamlar tuzish lozim. Qayerdagi bolaniki vaqtni olish uchun bu yer quruq cho'chaqni hikoyani tuzib Xitoyniki nemisdek bolaning vaqtini oldigan bunday gaplarni qilmaslik lozim aslida. Xo'sh. Aldı bilen ana şu evlatni dunyoga kelishiga sababchi bo'lgandan keyin uni o'qitamiz degandan keyin ota-onalar oldi bilan o'zlari o'qish kerak, o'zlari bilimlik bo'lish kerak. Her zaman balalarning so'rgan savollariga to'g'ri javoblarni berish kerak. Hem üzünüme bu dinde dini monopolluktan kişi petvalam so'rab zadi şu qizil shapka kiysak halol mı haram mı? Onu qilsak halol mı haram mı deydigan aşında holat kelib qilishdan qutulish uchun qanday qilish kerak? Aldan Qur'oni Karimni qo'liga elib o'qish kerak, shundaymi ya? Aldı bilan odam o'zi mustaqil bo'lish kerak, o'zi tushunadigan, o'zi tafakkur qiladigan, o'zi mustaqil yashay oladigan, hech kishi boshqalarning yordam bilan boshqaning buni itib menishiga qarab o'tmay o'zini kuchlantirish kerakchi. Bu bek muhim. Şoňalyka ben kitap sattım neçe yıl, 2-3 yıl sattım. Aç kitaplarına tuluşsa şu vatandaki ziyalilar, bize komünist, bedelep yaratmaydigan maçeteldeki siyasi kitaplar. Aşla gezip koygan kitaplar. Aşlarını sattım. Nurgun yerge Xitaydan başka hem yerge kitaplarını ivettim de. Kitap okuyduğanlarımı köpeydi. Ama lakin bazı biz özümüz tercüme kılgan kitaplarını iveteli hatta aş kitapı kuşap sizge haksız soğuklı desek bana degenler var. Bu dini kitaplarını bizden müşahedeki ustazlar tasdiqlab aman o'qishimiz bo'ladi desa uni o'qiymiz deganlar bo'ldi. Mesela Avustraliya boshqa yerda. Hayran qoldim endi. Sen bir g'arb davlatida yoki bir demokratik bir davlatda yashaysa, o'z oldinga mustaqil, individuallikni kuchli bo'lgan, o'zing tafakkur qilib, o'zing qaror veradigan nurg'un narsa, o'z irodang qo'lga olishga tegishli bo'lgan yerlarda yashapma, yine sen qulluqdan qutulolmabsan. Hatta ba'zilarga dedim bu gapni, aşağı yashayotganlar. Desem yo'q, biz unday emas. Biz ular tasdiqlab bergan, uni man o'qisang bo'ladi degan kitobni o'qiydigan hali kelib qolganlarda emas deganlar bo'ldi. Onunla xushal oldum. Lekin ko'pincha insonlarni yenicha monopol qilib olgan. Meyli sen Amerikada, meyli Tokyoda, meyli Torontoda yasha, ama sen yeni shularning siziqidan chiqolmabdi. Bunlar ishlar dahi adam hayron qiladi. Mesela London'dan bana bir keksen. Elbette bor. Bu yer bo'lmaydi, bu yer deganda bizga tig'imta turadigan bir odam bo'lmaydi. Dushmani Xitoy emas, bizga dushmanlik qiladi. Ahmetcan Pida kardeşim, Stars Night yaxshi so'zlab
ifade. Birincisi özümüz müstakil ideyimiz, müstakil imanımız müstakil buluş gerek. Ruhi sağlam buluş, ruhimiz müstakil buluş. Bunundaki muşu müstakil ruh bilen, müstakil iman bilen onun keyin müstakil devletni kuruş gerek degenge yığınçakladı. İman bilen her zaman emelning birga keldiganligi onu ta'kidlab o'tdi. Sözler ilmni taxim ziyada qilg'ay. amin. Aslida vatan millat masalasida biz haqiqatan milliylik bo'lanmagan qavm oldidan milliylikka pishib yetilish bosqichida talon-taroj to'plan urush jidalning ichida xona vayronchilik bilan necha avlod o'tib ketganligini sabab tufaylidan ve ondan başka g'oyibona bir kuchning, masalan İmam Mahdining kelishi qatorliq hikoyalarning ta'siri bilan ustozim qayta ta'kidladi. Musa alayhissalomga o'xshash qavmni qutqizgan bir insonlarning kelishi qatorliq o'zimizdan izlamay kelgusidan rivoyatlardan g'oyibona bir kuchning kelishini texmi ochiq reallik shuki, o ishni o'zimiz qildigan ishni qilpas bo'ldi, etpas bo'ldi, bo'qqas bo'ldi degan shaklda tomoshabin sifati bilan rol olayotganligimizni tarix buni isbotladi. Shu reallik bo'ldi. Mushu taraflar tufaylidan bizda vatan millat fuqimi jiq tuslab ojizlab ketdi. Nurg'un nimalarga qarasak, qavmlarningki mustaqil hürlükке erişişte şu kavmning yurt oqsoqollari, podshoning nesilleri, yani mustaqillikni joriy qildirganlarning qonlarini yo'qotib qo'ymaslik badalidan shularni qo'g'dash orqali, shuning cho'rsiga o'lish orqali u qandaq bir ideal bo'lishidan qat'iy nazar bayatında deb o'tib ketgandek, uning qat'iy ishonish, aqida qilish, e'tiqod qilish va badalini loyiqida berish qatorliq bosqichlarni besib o'tib, o'zining maqsadiga yetganligini biz ko'rdik, yani anglab keldik hozirgacha. Biz o'zimiz kelgan masala, o'zimiz kelgan vaqtimizda buningga haqqa to'n pichib, o'zimiz kusar tikanmagan bobkadek, sepongdek kunimiz bo'lib qoldi. Tarixda o kadar cho'ng mashhur imperiyalarni qurgan, tarixniki davrlarda bölgüç karakterlik adaletlerden berpa kılalıgan bir ecdatның avlodlari bugün insan qatarı kögül bulmayan en past rezil Xitaylarning mustamlikasiga tushib qoldi. Yani açık, o kadar reallik, o kadar açık bo'lishiga bakmay bizda mo'l ulmolarimizningki mas'uliyati bek ig'ir. Ularmi shu nurg'un ishlarga bedel to'laganlarningki aldığımız sebeplerde imanның gücü, İslamның namı bilen qo'zg'atilishi bilan bedellerini berib kelgan bo'lsa-mu, hal qilg'uch yerida vatan millat manfaatini birinchi o'ringa qo'yish, muvaffaqiyat qozonish emas, jannatga kirish orzusiningki ozdirishi qatorliq sabab tufaylidan biz jangda tutib, shirada turib kelganligimizni ko'rib keldik. Hem tarixni o'zgartirmaymiz, kelgusi biz nima qila olamiz degan masala kelgan chog'da biz boshdan oyoq shu bo'lib, shu Qur'ondan nazar programmasini boshlashning sabablaridan birisi shu edi. Dunyodagi ilg'or fan texnika, ideologiya, forum, sistema qatorliqlardan foydalanish bosqichiga qadam bossak, ustozlarning oldida o'rganib olgan ko'ni hujumdagi narsalarni ko'tarib chiqiblar, mavo Falançının, ma pistançının, ma Yahudi'nin, ma bu gayri dininin bunu kısan dinden çıksan degen şekildeki petvalarını köygendeken yakımızın çişlep, eğer milletinin ümit kütüldüğün alimlerden çıkan cevap bu olduğun bolsa, bu milletki müstakillik bek uzakken dep qattiq ümitsizlengen zamanlarda Kerim Ustaz'dan tanış nesip oldu. Devlet haqidagi bir maqolasi bilan o'zaro sirdoshgan bo'ldik. Barbara Qur'on manbalik din tushunchasi bilan chunqurlashib,
Ahırda programmalarni ilib chiqdik. Millat yana başdan ayak bizning nima deyotganligimizni diqqat qilmasdan yana shu o'zi agashgan ulamolarningki peshiga eslab edib, o'zi izlanishning o'rniga ularning og'zidan chiqqan hukmlar bilan qo'ydek ketayotganligi bizni yana ichintirdi. Bugungi temada iymon e'tiqod uchun vatan millatni ota-onani urug' tuqqan bor yo'q hammasini qurbon qilish biz uchun eng cho'ng sharaf yoki to'g'ri yo'l mushu deb ko'ndirilgan bu fikrning naqadar xato ekanligini xulosalash mumkin. Aql egalari uchun buning bir chiroq yoqilgan bo'ldi. Albatta bir programma bilan yoki bir qancha programma bilan asrlardan halqagan bu qo'tirmaч tushuncha, ideologiya, bu zanjir kishanlarni chaqmoq o kadar oson emas. İzleniş lazım qarindoshlarimiz. Har bir programmada nurg'un yangiliklar o'tirib qo'yaylik. Pirim ustoz yolg'iz Qosimni haqni bayon qilishda men o kadar yuqori saviyada o'qimagan bo'lsam-mu, ammo fikr bayon qilinayotgan vaqtda uzun so'zilgan fikr oralarida ziddiyatlik masalalarning bor yo'qligiga izchil diqqat qilib kelman. İnson bo'listimizda o kadar mukammal qilolmasakmi, herhalde ko'zimni yumib madem cho'ng bo'lgandan keyin yoki mendan ustiq o'qigan bir odam bo'lgandan keyin o'zining bildiği yeri bordir deydigan tarixdagi tushunchalardan borgan sari qutulib, agar xato deb qaragan bo'lsa, mana bunday masala turdi deydigan bosqichga o'tdikcha shu ishimizga kelgan vaqtlarda. Kerim ustozning o'tirib qo'ygan butun darslarda hozirgacha men ziddiyatni bayqamadim. Her ziddiyat xarakterdagi tushunchalar kallamiz taqalgan vaqtida şu meseleni biz to'g'ri tushunmay o'tib ketib qolganligimizni qayta o'rgangan bo'ldik. Ikkinchi qatim, uchinchi qatim so'rash jarayonlarimizda aslidagi masalaning nima ekanligini borgan sari o'rgandik. Ya'ni ro'shanlashdi. Ya'ni men shuningdan xulosalab oldimki, Qur'ondan nazar programmasi o'tirib qo'yilayotgan boshdan oyoq narsa vatan millat uchun to'g'ri yo'lni tepish, mustaqillik uchun izchil bir ang ideyaga kelish, ümmet, millet, ümmet, din, aqida, mazhab qatorliq eziq turg'uchi omillarning patqiga tushib ketmaslikning nimasini mishada barpo qildi. Shu qarindoshlarimiz agar programmani boshdan oyoq anglasa, o'qisa, ko'rsa, albatta biz tushunganni ularni tushunadi. Çünkü aqlning tushunish iqtidori hammalarga o'xshash. Hayatımda ödep ketgandek, insonlik sifatimizdan hammalar tavoqning kishidek barobarmiz. Faqat tirishish orqali o natijaga erisha olamiz. Ixlosni dedik, izchillikni dedik. Biz demagan narsalar qolmadi deyamaymiz, chunki insonning umri hammaga yetmaydi. Yana jiq nurg'un masalalarni o'tirib qo'yib ilib chiqilganligimiz aqllarga bir ayon masala. Bugün şu 72. sanıga kadar oturup koyulan meselelerde biz için bekçik menbeler yoki bekçik işler içinlik. Halis anlarmalardan peşkadam köpni ko'rgan tecrübegilerinin var. Bu din ne kadar asan narsa ekanligini inkos qildi bizga. Bu kadar asan ekan, nima deb murakkablashtirib etgan bo'lg'uydi deganlar bo'ldi. Yosh bolalardan nurg'unlarningki özülüp anlap kalmayı başka bir dost birodarlar tavsiye qilganlarini ko'rgan bo'larmiz. Onun xabarlari kelyapti. Lekin yanalam shu muzning ustida mangandek bir xil qo'rqinchlar qanday ular. Bu xato desam, buni inkor qilgandek nimam yo'q. To'g'ri desam, o kadar o'qigan insonlarda buningga bir imzo atgan yoki bayroq chiqarib, men xato qilib kelman deydigan bir ixtiro yo'q deb davolg'ish, tangirqash ichida ehtiyot bilan ketyapti. Biz shuni ishonamiz, biz bu programmani qilish orqali hech narsa hech kimdan talab qilmadik. Qur'onda Alloh shunda bayon qilib, sizlardan hech qanday haq talab qilmaydigan, haqiqatni dadil o'ttirib qo'yadigan insonga ergashmang. Kimga ergashsizlar shekildagi ta'kidlar bor. Shu aql egalari bu din aqlning emas, naqlning dini deganga o'xshash bunda quruq qo'rqoqlardan atlab o'tib, aqlga tayanmagan narsani
qat'iy rad qilishni o'rganish lozim ekan deb men shu programmalar orqali shuni nima qildim, tushuncha shaklda o'zimga bir dars qildim. Do'stlarningmi bu dinga mukallaf qilingan insonlar deb o'tadi o'zlarining mollari. Dinga mukallaf qilingan insonlarning baliq va aql bo'lish sharti bor deyiladi. Dinga kirgan chog'da aqling bo'lishi kerak, kirib bo'lgandan keyin aqlingni tashlab qo'y degan gap burun shunda to'g'ri tuyuladi, bu gap xato ekan. Shunga aqlga tayangan ekan, u aql bizga nima deydi, buni bir tingshash, hurlikning, mustaqillikning ifodasi bo'lgan balog'at ifodasininki bizda mustaqil tushunchaga ega bo'lishning bir ishki hamda. Shunga shu aqlli bo'lish va mustaqil bo'lish irodasiga ega insonlarning hamon bir kuni cho'gilab kelib, Qur'onga kelib to'xtaydiganligiga ben imzo bugun keldik demasa, har qanday bo'lsin bog'lashib qo'ydiganga men tayyor. Cho'qim keladi bunga. Faqat vaqt masalasi. Shunga biz yana sabr qilamiz. Bugungi temada taxmi muhim bir aqllarga ishorat qilgan narsadan birisi nima desa, vatan o kadar dette, xalq o kadar dette, vatan mustamlikda qolgan avval aslida sen nima deb bu bir butunlikdagi narsa insonlarning e'tiqodiga parchalanish xarakterdagi narsani ko'tarib chiqishgan degan do'stlar, agar bugungi temani yaxshi diqqat qilib anglasa, shu programmaning ana maqsadida biz nima maqsad qilib chiqqanligimizni tushunib yetalaydi deb o'ylayman. İzlenişke uğurlu kılgınlar için jip uçu beriş doğru kep kalsa, biz din namıdan kurban kılınganlığımızda, baykallıkımız için Allah güvab olsun, özümüz alakagan, özünün milletinki alemi İsa'larına, insanlara şundan nida kılgan edim. Bütün Şarkı Türkistan ulemalarının bütün kılmış etmişleri millet üstündeki dinin, Allah'ın hakkıları üstüdüler bayan kılışı olapsılar. Şununla bayan kılıp ötepsizler bizge. Bundan keyin izleninglar ki dinde milletinin, vatanının qanday haqqlari varken muşaqdaki izlenişlerini qilib beringlar deb murojaat qilgan edik. Mana mush murojaatimizga Kerim ustozning programmalaridan nurg'un javoblarni oldik. Shunga boshqa qarindoshlarning diqqat qilib qo'yishini men tavsiya qilaman. Bugungi programma aloqada mening boshqa savolim yo'q. Chunki savol şaxıltıdı yani. Nurg'un narsalarni şaxılib qolib qoldi. Chunki men tembek cho'ng tema. Buni har birisiga kirsek, yana chiqib olmaymiz. Aldığımız fursatlarda yana ayrim temalar orqali yoritiladi. Bek cho'ng ko'ringan binolarni uşaq qishlardan tutib chiqqandek, biz hal qilmoqchi bo'lgan diniy masalalar, mustaqillik masalalari, vatan millatining, xalqning ozodligi qatorliqlarni shu uşaq fikrlarning jug'lanmasidan bir butunlikka chiqadi inshaalloh. Shu men gapimni mishada tugitay, biraz uzun so'zlab qoldim. Rahmat, anglab berganingiz. Chiqqanlar qoldi. Allah razı olsun. Yani ustazdın aqliga kelgan narsalar bo'lsa, qo'shimcha qo'shadigan so'zlar bo'lsa. Ba'zi narsani deb aytdim. Millet dini bilan bizning mustaqillik harakatimizning o'zini bir-biridan zid tushunishi nihoyat xato. Bir qism mollachoqlar degandek din undaq narsa emas. Her milletniki o'ziniki ishini o'zi qilishga boradigan va boshqa yerdan dushman izlashni to'sadigan bundaq bir din. Shuning uchun bu haqiqiy dinni o'rganish insonni vatanparvarlikdan, millat suyishdan to'sish emas, texmi shu ishga targ'ib qilgan bir narsa ekanligini bilib olish lozim. Biz mustaqil nima, biz haqiqiy bir Qur'on tasvirlagan musulmon bo'lsak, hech bir zaman millatimizni, vatanimizni so'ymaydigan inson bo'lib qolmaymiz. Texmi o'zi vatan, millat uchun kurash qilgan inson bo'la olamiz yani. Chunki Qur'on ve Qur'onni yetkazgan, Qur'on Allohning kitoblarini yetkazgan bütün payg'ambarlar boya deganga o'xshash ikki xil mustaqillik uchun kurash qilgan. Birisi insoniyatning ruhiy mustaqilligi, ruhiy ozodligi uchun kurash qilgan bo'lsa, ikkinchisi o insonlarning haq-huquq,
menfaatining mustaqilligi uchun kurash qilgan misol. Shuning uchun bu yerda mustaqillik nima? Iymon, e'tiqod mustaqillik uchun nihoyat kerakli bir narsa. Aslo o'zi zid bir narsa emas. Yani. Allah razı olsun, rahmet. İman, itiqad pek mühim. Her qanday bir insan bir işte muvaffaqiyat kazanımın dese çokum itiqad bo'lish kerak deb. Menda dinga ishonmaydigan vaqtda hatto Dali Karningning kitoblari bor, inson tabiatidagi ortiqchilik va ojizlik deb shuningdek zodi e'tiqodning bek muhim ekanligini degan. Keyin to'g'ri yo'lni islom dinini topgandan keyin iymonniki bek muhim ekanligini o'rgandik, ammo keyin ma'lum yillarga kelgan chog'da vatan uchun kurash qilsang, millat uchun kurash qilsang, cehennemge uşukmaya girip gitse degen ideyalarning ta'siriga uchirdik. Onu deyish deb öteyle. Şunu yaşlar köp Kur'an'ı köp okuş gerek. Daim ügünüşü gerek. Başkalarınınki hata yolga başlap gitişidin özünü pusaş gerek. Bunun için bilim lazım. Ustazlarının yurtu pegin rahmet. En mühimisi öz aldığımızda Kur'an-ı Kerim'ni kolumuzga elip baştan ayak okup çıksak bizde her iki müstakillik apırdı. Allah razı olsun, rahmet silige. Davada kaderli qarindoshlar, yani bugünkü 72. dersimizde iman, itiqad ve müstakillik doğruluk mazmun sözlenip öttü. 73. ders temi bağımı yok olması ki ilan kılamdık. Ki e'lon qilamiz. Meylan davası. Davos kaderli qarindoshlar, bugünkü Kur'an'dan nazar 72. san programı şeyde tamam oldu. Allah'ın özüge amanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.